Kuch ko'p ekan, cherishim. Nima qilamiz Abdulaziz? Kelishtirib berasizmi buni? Ayting Abdulaziz. Bitta mana naqd pul bilan keldik. Bitkizib ketaylik. Yana skidka bu 50 ta skidkasi bilan qo'yib qolaylik. 58 oyning besiz ketgani. Yo'q, 58 mana shuni aytgan olgan o'sha skidkani bergan. O'sha katta o'qiy narxida ber. Skidkada o'sha 2000 so'm narx tushdi. O'sha kelish aniq gaplashib bergan 2000 so'm. Rostdan. Agar kelib ketganimizga xijolat bo'layotganmiz, xijolat ham bo'lmaydi. Yana qaytib ketaveramiz. 100 ming, 300 ming puldan endi ko'rayotganimiz ham pritsepga bergani o'zimizni vaqtimizga ham achinmaymiz. Bitsa ketdi, barakasini bersangiz ketadi. 58 ming 20 kilo skidkaga. Keldi. Maqsad sochish bo'ladigan bo'lsa, siz moldan qutuling. Biz pulni beraylik, ketaylik. 2 kilo 3 kilo narsa bo'lsa 1000 so'mga talashmayman. Hozir 7-8 kilo keladigan mol bo'lsa bu. Bering. Boya gapingiz bo'ldi. Birda 10 barakasini bersin, kelishtirib berib akalar. Bo'ldi, ber. 20 kilo skidka keldi. Quruq ketmasin deyapman. Bering. Pulingiz naqd bo'ldi. Yengil barakat, orinmasdan bersangiz oldim. Orinayotgan bo'lsa ichingda. Orinayotgan bersangiz kerak emas. Tekinga ham kerak emas. Ketadi 15 kilo bo'lsa olganda. Ana endi marka olganda. Shu tomon yordam qiling, to'g'risi. 15 kilo skidkaga 58 mingdan bo'ldi. Xudo xolasa ertaga juma aksiyaga tayyor mahsulot olib chiqamiz. 110 ming sotamiz o'zimiz. Hammasi sizlar uchun. Приключение bo'lmasa yuguring. Kuch ko'p ekan, cherishim. Yana joyi ketdi bu. Mol bozor uzoqmi? Bilasizmi bu mol bozorni? Orqadan yuring, bo'lsa Ketdi.